Assalomu alaykum. Mana yana bitta qurilish joyi. Mana shu yerga poliga ko'k berganmiz. Umumiy 4 ta xona. Mana bunaqa ikkita yo'lak, uzun yo'lak ikki tomonga, undan tashqari ikkita o'sha hammom hojatxonalarida qilingan. Umumiy 90 kvadrat atrofida joylar bo'lgan. 80 kvadrat xonalarning ichi, mana shu yo'lagi 10 kvadrat hammom hojatxona ichi. Xo'p, umumiy shu joyga 90 kvadratga 4 tonna sement ketgan. Akalar mana polni sifati o'ta zo'r bo'lgan. Eng yuqori joyi 12 sm rastvor yegan. Uy egasi hali qish kirgani yo'q, uyda endi remont bo'lyapti. Inshaalloh qish bo'lgandan keyin bu polni foydasini juda sezadi. Endi hozir bu отделкаларga, aboylarga, kraskaga tayyor bo'lganda nalinoy pol qo'ydiraman deyapti. Nalinoy pol bilan idealni ровно pol bo'lib boylarning uyiga o'xshab qoladi. 4 tonna sement, yarimta zilda qum ketgan. 45 kilo ko'k ketgan shu yerga. 10 litr ezdor ketgan. Va mehnat ustahaqlari, endi ustahaqlari hamma o'zini hisobida chiqaradi. Hamma joyda ustalar har xil narxda ishlaydi. Mana shunaqa gaplar. Kimga ko'kak ezdor kerak bo'lsa, telefon qila olasizlar. Juda ajoyib sifatli pollar uchun.